Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammalar sog' salomatmisizlar? Mana biz ishimizni boshladik. Xudo xolasa bu karomimizga selitra soldik. Mana solimiz shu qalinlikda o'lchamay soldik. 4 tariqqa yarim qopdan kamroq ketdi. Selitra solib, xudo xolasa mana suvni ochib qo'ydik. Mana ko'rishlar mumkin, suv oqib kelyapti. Xo'sh, bu karomimizni o'sha videolarimizni ko'rayotganlar bo'lsa, mintalik ko'chatimizni xo'p, orada mana bunaqa urgani bo'ladi. Sizlarga shuni ko'rsataman. O'lib qolgan, ko'rdinglarmi? Nimadan bo'ladi desanglar, ko'rsataman. Tomiri chirib qolgan ozgina joyi. Mana sizlarga ko'rsataman. Tomiri chirib qolgan. Bunaqa ora chiqib qolsa, xafa bo'lib ko'nglinglar cho'ktirmanglar. Bu tomirlari qaranglar, mana yaxshi bo'lgan tomirlar, lekin bu ko'chatligida kasal bo'lgan hisobiga shunaqa bo'lgan. Ko'p hollarda ko'chatligida kasal bo'lgan karomlar so'lib o'lib qoladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Unaqa ko'p emas, bitta ikkita chiqib qoladi ora. Shunaqa chalasi ham bo'lib turadi. Bunaqasi chiqib qolsa, sizlarda ko'p bo'lsa, veterinarga olib borasizlar. Vet aptekaga borib dorisini olib solasizlar. Lekin biz shu paytgacha buni tuzata olmaganmiz. Orada o'ladi baribir. Menimcha bu odamlarda rak kasal bo'ladi, tuzalmaydigan shunaqa kasalmi deb o'ylaymiz biz. Tomiri chirib o'sha ko'chatligida shikast yetgan, keyin baribir tomiri chirib o'ladi. Xo'sh, bu mintalik ko'chatimiz, mana dorisini berdik, xudo xolasa selitra berdik. Selitradan keyin 3 ta suv qo'yamiz, keyin yana selitra beramiz. Bu yog'iga texnika kirmaydi, faqat dori suv beramiz pishguncha. Bu yog'imizni esinglarda bo'lsa, juda xarob ahvolda edi, kessak bosib. Oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, kessaklar o'ldiramiz deb videolar qo'ydik. Mana bu yoqlar ham yashnab, xudoga shukr. Mana ancha tetik bo'lib o'sib qoldi birinchi doridan keyin. Bunga endi arig'i hali loy, arig'ini loyi ketsa, xudo xolasa ikkinchi dorisini beramiz. Ikkinchi dorisida ham sulfat, 1 qop sulfat, 1 qop amofos, 1,5 qop amofos, 1 qop sulfat, 1 qop karbamid и 10 kilo kaliy. Shuni aralashtirib beramiz. Amofos ko'proq beramiz. 2 ta suvda, 2 ta dori berishda amofos ko'proq beramiz. Birinchi dorisida ham xuddi shu tartibda berdik, amofos ko'proq berdik. Endi ikkinchisida ham amofos ko'proq beramiz. Tomirini mustahkamlaydi. Mana hozir ko'rsatdimmi kasal, mana. Shuni tomirini ko'rsanglar ham mana juda baquvvat. Juda baquvvat bo'lgan. Faqat chirigan kasali borligi tufayli bu so'lishni boshlagan. Amofos tomirini yaxshi qiladi. O'shaning uchun ikkita suvda tomiriga ishlab, keyin faqat hosilga ishlaymiz. Faqat selitra beramiz. Karbamid o'stiradi. 2 ta dorida karbamid bersak o'sib oladi. Sulfat uzoq vaqt ta'sir qiladi, rangini to'g'irlab, kasalliklardan ozgina tegida qurt bo'lsa, sulfat achchiq bo'ladi. O'sha qurtlarga ham, yer tegidagi qurtlarga ham ozgina ta'sir qiladi sulfat. Shunga sulfat ham aralashtiramiz. Kaliy yer tuzi. Kaliyni ziyoni yo'q, aralashtiriladi. Keyingi suvlarda xudo xolasa faqat selitra beramiz hosilga. Ora sulfat qo'shmasak, faqat selitra beriladi. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa mana motovloginglar ishlashni ko'rsatinglar deyishdi.
Xudo xolasa shu yer tayyor bo'lsa, qanaqa ishlar qilyapmiz motoblogda hammasini ko'rsatib o'taman. Inshaalloh sog' salomat bo'lib tursak, hammanglar sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Savolinglar bo'lsa, bexijolat yozishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha, ilmimiz yetgancha javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.